narxlarni maydalash uchun lentali drobilkalardan ham ko'rsatgan degan akalarimiz uchun ko'rishinglar mumkin. Hozirda agroservis do'konlariga lentali drobilkalarimizdan katta partiyasi yetib keldi. Shu munosabat bilan hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarini, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Murojaat uchun ekanlarni pastda nomerlar qoldirdik. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, videoni boshlashdan oldin pastda obuna tugmasi bor akalar. Obunani bitta bosib qo'ysanglar, narxlari kelganlarida aytib o'tilgan narxlardan ham kamini qilib beriladi. Xo'p, bu tomondan boshlaydigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin. Tiqilgan joylari juda ham katta qo'yilgan. Lentalari ham uzunroq lentalar, bemalol qo'ysanglar. Makalang so'tasini, o'tlarini bemalol o'zi olib kirib ketadi. Ikki tomonda shneglari bor, bu tomondan o'shgacha olib borib qo'yadi. Bu lentasi yog'iga shnegni o'zi olib kirib ketadi. Pichoqlari 6 ta pichog'i bor, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, o'tda yondirib kalit bo'lgan pichog'i bo'ladi bu. Bu maydalab beradi. Ikkitasi ko'r bu. Xohlaganlar sal kattaroq, xohlaganlar sal kichikroq qilib maydalashinglar mumkin bo'ladi. Oldi tomonda ham pichoqlar bor, ko'rishinglar mumkin. 52 dona xuddi shunday pichoq qo'ydirib qo'yganmiz akalar. Xohlasanglar yechib olib qo'yishinglar mumkin, xohlasanglar turishi ham mumkin. Xo'p, buni turish sababi qo'ylarga beraman deganlar uchun bu yana ham bundan chiqqani yana ham maydaroq qilib bera oladi. Oldi tomonda qopqoqlari bor. Buni tepaga pastga qilsanglar, tepaga qilib qo'yadigan bo'lsalar uzoqroqqa, pastga qilib qo'yadigan bo'lsalar mana shundoqroqqa otib beradi. Agar buni pastga qilib qo'yadigan bo'lsalar, yoniga tashlash imkoniyati bor. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, yon tomonlari juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bemalol zashtalarigacha qilib qo'yilgan shestinalari. Ko'rishinglar mumkin, tay tomonda shestinasi ko'rinmaydi. Bu yerda shestinasi bo'ladi. Bu tomonda ham bemalol ko'rishinglar mumkin, zashtalargacha qo'yib qo'yilgan. Eski tomonlariga motorlari o'rnida. Motorini qo'ymaganimning sababi hammaning uyida har xil tok bor. Masalan 200 dan 250 gacha, 180 dan 200 gacha. Bizga murojaat qilib, olmoqchi bo'lgan odamlar uydagi tokni aytadigan bo'lsa, shu tokka munosib qilib yoki mos tushadigan motorlardan qo'yib beriladi. Agarda uyingiz to'ki past bo'ladigan bo'lsa, yuqori klavatli shunga qarab, uyingizda tokka qarab motorlari aytib, narxlarini kam yoki ko'proq qilib, yaxshi qilib, optimlarida qilib beriladi. Bizning do'konimizda ko'rib o'tganlaringlardek har xil turdagi instrumentlar, dori apparatlar, ruchnoy serkalar yoki xuddi shunday elektrik akkumulyatorli benzinda yuradigan dori apparatlarimizdan ham kelgan kerak. Kimga dvijoklar keladigan bo'lsa ham, pompa motorlar, suv nasoslar kerak bo'ladigan bo'lsa ham, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin. Manzil Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, agroservis do'koni akalar. Bu videodan keyingi videolar o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar akalar. Bundan keyingi videolar yana ham qiziqroq bo'ladi.